Salom, bu Navigator Akademiya va men Shohjahon Shomurodov. O'tgan darsimizda sizlar bilan price listlar mavzusi haqida gaplashgan edik. Bu darsimizda esa sizlar bilan payment method yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Payment method nimaligini bugun tushunib olasiz degan umiddaman. Qani boshladik. Payment methods o'zi nima? Bu pulni qanday qilib olishingiz, ya'ni siz bank orqali olishingiz mumkin, naqd orqali olishingiz mumkin va qandaydir dasturlar orqali olish imkoniyatiga egasiz, to'g'rimi? Bugun shularni Odoo sistemasida qanday qilib jalb qilish va qanday qilib uni kassada ishlatishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi bularni hammasini amaliyotda ko'rib chiqamiz, ya'ni qanday qilib buni o'z sistemamizda qo'llaymiz, qanday qilib ishlatamiz. Bugun birinchi bo'lib point of sale moduliga kirib olamiz va bu yerdan configuration tugmachasini bosamiz va pastroqda settingsdan keyin payment method tugmachasi bor, shuni ustidan bosamiz. Payment methodga o'tdik. Ko'ryapsiz, bu yerda card, customer account, cash yo'nalishlari turibdi va bu yerda ko'ryapsiz, oxirida bitta cash bor, u faqat restoran uchun ishlaydi. Bitta ma'lumotni aytib o'tish joiz. Bitta dona ochilgan jurnal faqat bitta dona poyezdga qarashli bo'ladi. Ya'ni ikkinchi poyezdni ishlata olmaysiz. Chunki ertaga siz tizimdan ma'lumotlar olayotgan paytingizda poyezdlar aralashib ketmasligi uchun ular sizga alohida отчет berishadi, ya'ni hisobot berishadi. Xuddi shunday. Biz ham bugun ikkinchi kassamiz uchun yangi cash nomli payment metodni yaratamiz, ya'ni naqd bilan to'lash. Hozir bu yerda cash restoran turibdi, bizga uni aloqasi yo'q. Bu yerda new tugmachasini bosgan holatda yangi payment metodimizni yaratamiz. Hop, boyadan beri cash deyapman, nomini bilganingizdek, ya'ni naqd usuli orqali to'lash shunday tarjima qilinadi. Hop, cash deb ham ochib oldik. Bu yerda ko'ryapsiz, bir nechta tanlanishi kerak bo'lgan hududlar mavjud. Bu yerdan biz keling hammasi bilan tanishib chiqamiz. Aynan qaysi birini belgilash kerakligini aytib o'tmayman, hammasini bir tushuntirib beraman. Online payment nima? Nomi bilan aytib turibdi. Online to'lash. Ya'ni hozir bunga men ptichka belgilab qo'ysam, ya'ni buni yoqib qo'yadigan bo'lsam, bizdan integratsiya so'raydi. Misol uchun Click yoki Payme orqali bularni ulab turib, online payment hosil qilib bo'ladi. Keyingisi Identify Customer. Identify Customer esa bu yerda siz mijozni tanlaysiz va kassa paytida u sizdan narsa sotib oladi. Pulini misol uchun keyinroq to'layman deb ketishi mumkin. Xuddi o'shanaqa paytda bu sizga yordam beradi. Identify qilib turib, mijozni tanlab turib, u insonga qarz sifatida yozilib turadi. Keyin esa uni tanlab ketadi. Xo'p, Identify Customer'dan keyin jurnal turibdi. Jurnalga biz yangi yaratamiz. Chunki boya aytib o'tdim, faqat bitta poyezd uchun bitta dona jurnal ishlaydi deb. Xo'p, biz ham keling yangi yaratib olamiz. Shuni o'zida cash keyin deb nomlaymiz. Pastda ko'ryapsiz create va create and edit tugmachasi bor. Biz create and edit deb bosamiz va bu yerdan type ni tanlaymiz, ya'ni turini. Ko'ryapsiz, bank orqali, kredit kartalar orqali biz cash qilamiz. Mana bir nechta ma'lumotlar chiqib keldi bizda. Cash 2 deb yozib qo'yibdi. Biz cash K qilamiz, ya'ni kiyimlar ma'nosini beradi. Endi bularni hammasini saqlab olamiz. Saqlab oldik. Keyin integrations boya aytib o'tdim. Bu yerda terminallarni integratsiya qilsa bo'ladi, bank app, ya'ni bank dasturlarini, har xil banklarning o'zlarining dasturlari bor. Buni yaxshi bilasiz. Xo'p, pastroqda point of sales turibdi, ya'ni qaysi kassa uchun ishlatmoqchimiz? Biz kiyimlar kassasi uchun buni ishlatmoqchimiz. Buni saqlab olamiz. Endi bularni sinash jarayoniga o'tamiz. Buning uchun dashbordga o'tamiz va kiyimlar degan kassamizni ochamiz. Bu yerda oldin cash yo'q edi. Kassamizga kirib olamiz. Xo'p, kassaga ham kirdik. Bitta kiyim tanlaymiz. Payment bo'limiga o'tamiz va bizda mana ko'rib turibsiz, birinchi navbatda cash chiqib turibdi. Va bu yerdan validate tugmachasini bosamiz. Cash orqali to'landi. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha.